otam sen bilan faxrlangan bo'lardi. Sen uchun yana bitta narsa bor. Otang shu konvertni shaxsan senga topshirishimni so'radi. Monro sulolasi xavf ostidami? Buni aytish men uchun oson emas. Hozir gap ketayotgan narsa o'zing bilgan joyda, yer ostida yashirilgan. Kimsiz? Siz bunkerda zanjirband o'tiribsiz. Buning sababini bilmoqchiman. Balki bo'ynimdagi marjonni yechib tashlarmiz. Otang menga ishonadi. Yana nimani bilasiz? Hammasini. Ishontirib aytaman. Bu kecham seni Jim bo'l! Menga o'sha yo'qolgan odam haqida shoshilinch ma'lumot kerak. hozircha hech narsa yo'q. Yonimga kelgan senmi? Menga yuzingni ko'rsat. Imtiyozlar berilmaydi. Agar javoblardan qo'rqsang, savol berma. Otam uni uyining yonidagi bunkerda 30 yil zanjirda ushlab turgan. Sen haqiqatni bilasan va menga ozodlik berasan. U yovuzlik timsoli. Bu esa meni merosim, oyi.